delegated. Salomlar, bu meni YouTube'dagi birinchi videom. Anchadan beri bu platformada kontent yaratishni xohlab kelar edim va bugunga nasib qilgan ekan. Hozir tashqarida may, yomg'ir yog'yapti, salqin kunlar, yoz kelayotganga o'xshamaydi va shunaqa yoqimli bir kunda sizlarga oxirgi kunlarda o'ylab yurgan narsalarim haqida gapirmoqchiman. Va bu nimaga YouTube'da kontent yaratishni boshlaganim bilan aloqador desam bo'ladi. Oxirgi paytlarda Instagram va TikTok meni juda ham charchatayotganligini his qildim va ulardan foydalanishni anchagina chekladim. Instagramga faqatgina judayam zarur holatlarda kiryapman. Ishimni katta qismi kontent yaratishdan iborat bo'lganligi uchun qarorim hali o'zgarishi mumkin. Butun hayotim davomida o'zgarishi mumkin, lekin ayni vaqtda bu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni xohlamayapman. Ham kontent iste'molchisi sifatida, ham kontent yaratuvchisi sifatida. Xo'p, bunga nima sabab bo'lyapti? O'zim bu hozirgi yashayotgan zamonimiz bizga juda ham ko'p tanlovlarni beryapti deyish mumkin. Qanaqa yashash, qanaqa dam olish, nimalar bilan shug'ullanish, qayerlarga borish, nimalar sotib olish, nimalar iste'mol qilish borasida tanlovlarimiz haddan ziyod ko'p va bu tanlovlarni taklif qilishda Instagram va TikTok singari qisqa kontentdan iborat bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'proq hissa qo'shadi deyish mumkin. Bunchalik ko'p tanlovlar orasida yashash bizni psixikamizga og'irlik qiladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, agar diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromingiz bo'lsa, bu ijtimoiy tarmoqlar tanlov borasida yana ham sizni qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Shaxsan menda shunaqa bo'ladi. Tanlov falajiga ko'p tushib qolaman ular tufayli. Nimaga bunaqa bo'ladi? O'zi birorta bir ish bilan shug'ullanayotganimizda qanaqadir to'siqlar tufayli yoki charchoq tufayli bu ishdan voz kechishimiz keladi, davom ettirgimiz kelmaydi, zerikishimiz mumkin. Lekin agar tashqi ta'sirlarsiz o'zimiz bilan o'zimiz ko'proq qololsak, ishimizni davom ettirish borasida g'oyalar shundoq ham kelishi mumkin. Shundoq ham bu muammoni hal qilib ishlarimizni yakunlab qo'yishimiz yoki istaklarimizni ortidan oxirigacha borishimiz mumkin. Lekin diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi bor bo'lgan kishilar tez zerikishga ko'proq moyil bo'lishadi va qiziq narsalar ortidan ketish borasida o'zini to'xtatishlari juda ham qiyin. Ijtimoiy tarmoqlar esa judayam ko'p qiziq, noodatiy narsalarni taklif qiladi. Shunda haligi qilib kelayotgan ishimizni, proyektimizni oxirigacha yetkazib qo'yish qiyin bo'lishi mumkin. Va yakuniga yetmagan ishlar, oxirigacha borilmagan istaklar bizda qoniqmaslik hissini
kuchaytiradi. Instagram va TikTokda deyarli faqat menga yoqadigan odamlarni kuzataman yoki faqat menga qiziq bo'lgan kontentni iste'mol qilaman. Shunga qaramasdan ular meni tez charchatib qo'yadi, chunki judayam qisqa vaqtda ko'p informatsiyani qabul qilaman, ko'p istaklar paydo bo'ladi va bu istaklardan qaysi birini amalga oshirish borasida tanlov falaji yuz beradi. Hozir o'zimga bu narsani ravo ko'rmayapman, boshqalarga ham ravo ko'rmayman. Shuning uchun YouTube'da kontent yaratishga qaror qildim. Agar sizga ham shu kunlarda YouTube'dan foydalanish qulayroq tuyulayotgan bo'lsa va meni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib yurgan va yana kuzatishda davom etmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga a'zo bo'lishingiz mumkin. Bu yerda fikrlarimni bo'lishib bormoqchiman yoki kun davomida qilayotgan ba'zi ishlarimni, ijod namunalarimni bo'lishmoqchiman va buni iloji boricha uzunroq kontent ko'rinishida amalga oshirmoqchiman. Bunchalik qiyin nima olishi, kripto olishi. Yempara kartımı alaman dedim. Şifre geldi. Shu kunlarda o'qimoqchi bo'lgan kitoblarimni ko'rsatmoqchiman. Birinchisi Bell Hooksni muhabbat, sevgi haqidagi qarashlari aks etgan kitobi. Bell Hooks hozirgi zamonning eng mashhur feminist yozuvchilaridan biri hisoblanadi. Bundan oldingi erkaklar va ayollar haqidagi feministik kitoblari juda ham yoqqan. Agar feminizm siz uchun qiziq bo'lsa, aynan Bell Hooksni kitoblaridan boshlashni tavsiya qilaman. Ingliz, rus, turk tillarida topib o'qishingiz mumkin. Juda ham qiziq va sodda tilda yozadi. Keyingi kitob bu sevimli italyan yozuvchim Veronica Raimoni romani, yangi romani. 2 yil oldin boshqa romanini o'qigandim. Turk tilida
Nomi Yalan Dolan edi. O'zbek tiliga qanaqa tarjima qilishni bilmadim. Balki yolg'on yashiq deyish mumkindir. Judayam qiziq va yumoristik tilda yozilgan edi. Birinchi sahifasidanoq o'ziga mixlab qo'ygan edim. Bu romanni o'qishni boshladim. Meni yozma degan roman. Qisqagina ekan, lekin hali unchalik kirishib ketolmadim. Bu roman haqida ham kuchli feministik roman degan ekan bir kishi. Qani ko'ramiz. Lekin qiziqyapman qanaqa ekanligiga. Yoqadi deb o'ylayman, ishonaman.